Xo'jayinim hech kimga aytmasdan rejalashtirib, mani, ayami va general pujonimni taqqob chiqdi. Toshkentda havo yomon bo'lib ketgan paytda Shahlo akamda allergiyasi paydo bo'lib, doktorga ko'rsatdik. Doktor bizni toza havoga chiqishimizni tavsiya qildi. Doktorda bu gap qulog'imizga qo'y yog'ida yoqib, sirazi shosha-pisha Shohmardondagi dugobaga chiqib ketdik. Shahlo bitta kalla qo'ygandan keyin ko'chadagi tovuqlarni quvlab yurishni boshladi. Keyin men o'zimni o'tin yorish mahoratlarimni birma-bir ko'rsatib, pishirayotgan sho'rvamiz uchun o'tin yordim. Ko'rib turganinglardek, Dugoba Resort Shohmardonda eng baland cho'qqisida joylashishiga qaramasdan, bu yerda issiq suvdan ham, sovuq suvdan ham, issiqlikdan ham, gazdan ham, svetdan ham umuman muammo yo'q. Chalapovur bo'lishimizga qaramasdan sho'rvamizni bir amallab pishirib bo'lib, uyga olib kirib yeb bo'lishimizga qor guppillab yog'ardi. Biz to'g'risi kelganimizdan beri qor yog'ishini kutdik va bu qor kechasi bilan yog'ib, ertalabgacha hamma joy mana shunaqa oppoq bo'lib ketdi. Aytgancha Dugoba Resort bu kelishimizga yangilik qilib, lyuks xona tashkillabdi. Bu xonani boshqa xonalardan afzalligi yangi oshxona anjomlari va kirmoshina qo'yilgan. Undan tashqari 3 ta dvухспальный divan o'rnatilgan va vanna o'rnatilgan. Qolgan kottejlarda bo'lsa dushavoy. Bu kottejga 8 ta odam, qolgan oddiy kottejlarga 10 tadan odam sig'adi. Undan tashqari 3 kishi, 2 kishi, 4 kishi, 6 kishiga moslashgan xonalari ham bor. Xullas bir so'z bilan aytganda, Shohmardonda Dugoba Resortga manzarasi bo'yicha ham, sharoitlar bo'yicha ham yetadigani yo'q. Biz doim chetga kelamiz. Agar sizlar ham kelmoqchi bo'lsalaring, pastdagi raqamlar orqali joylaringni band qilinglar.